Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzumiz muddatlar, davo muddati. Rejalar bilan tanishsak, demak, birinchi rejamiz muddat va davo muddatlari tushunchasi. Ikkinchi rejamiz davo muddatining turlari. Uchinchi rejamiz davo muddatining o'ta boshlashi. To'rtinchi rejamiz davo muddati o'tishining to'xtatilishi, uzilishi va davo muddatining tiklanishi. Beshinchi rejamiz davo muddati o'tishining oqibatlari. Va oxirgi 6-chi rejamiz davo muddati joriy qilinmaydigan talablar. Demak, birinchi rejamiz bo'yicha tushuntiradigan bo'lsak, muddat va davo muddatlari tushunchasi. Ya'ni davo muddati o'zi bu nima degan savolga javob bersak, davo muddati shaxs o'zining buzilgan huquqini da'vo qo'zg'atish yo'li bilan himoya qilishi mumkin bo'lgan muddat hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksiga ko'ra, umumiy da'vo muddati 3 yil qilib belgilangan. Ayrim turdagi talablar uchun qonunlarda umumiy da'vo muddatiga qaraganda qisqartirilgan yoki uzaytirilgan da'vo muddati belgilanishi mumkin. Da'vo muddatlari va ularni hisoblash tartibi taraflarning kelishuvi bilan o'zgartirilishi mumkin emas. Buzilgan huquqni himoya qilish talabi da'vo muddati o'tganidan qat'iy nazar sud tomonidan qabul qilinadi va ko'rib chiqiladi. Biroq fuqarolik ishlarida da'vo muddati o'tganligi uchun jazo qo'llanilmaydi. Buning o'rniga sud javobgarning arizasiga binoan da'voni rad etish to'g'risida qaror chiqaradi. Sudda ko'rilishi. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 150-moddasiga asosan da'vo muddati o'tgan bo'lsa ham sud da'vo arizasini ko'rib chiqishi uchun qabul qiladi. Da'vo muddatining o'tishi qanday qo'llanadi? Agar sud jarayonida javobgar qarshi tomon sud qarori chiqqunga qadar da'vo muddati o'tganligini bildirib, ariza, iltimosnoma bersagina sud da'vo rad etishga haqli. Agar javobgar bu haqda so'ramasa, sud da'vo muddatiga e'tibor bermay, ishni mohiyatan ko'rib chiqadi va qanoatlantirishi mumkin. Qanday oqibat bo'ladi? Ya'ni jazo o'rniga da'vo muddati o'tganligi aniqlanib, javobgar tomonidan talab qilinsa, sud buzilgan huquqni himoya qilishni rad etadi. Bu jarima yoki jazo emas, balki da'vogarning talabni majburiy undirish huquqini yo'qotishdir. Da'voni rad etish uchun asos bo'ladi. Da'vo muddati tatbiq etilmaydigan holatlar. Ba'zi talablarga, masalan, bank omonatlarini qaytarish yoki shaxsiy non-mulkiy huquqlarni himoya qilishga da'vo muddati belgilanmaydi. Fuqarolik huquqida aniq belgilangan vaqtga muddat deb aytiladi. Muddatning o'tishi yuridik fakt hisoblanadi, chunki uning o'tkazib yuborilishi natijasida qonunda nazarda tutilgan hollarda muayyan huquqiy oqibatlar vujudga keladi. Biron bir huquq va majburiyat olinadi, o'zgartiriladi yoki-da yo'qotiladi. Fuqarolik huquqiy munosabatlarda muddatlarning to'g'ri hisoblanishi va o'z vaqtida tatbiq etilishi bu munosabatlarda qatnashuvchilarning huquqlarini qo'riqlashda, qonunchilikni ta'minlashda, tashkilotlar o'rtasida munosabatlarda esa xo'jalik hisobini mustahkamlashda, korxonalarning normal ishlashida, topshiriqlarni o'z vaqtida bajarishda, muhimi shartnoma intizomiga amal qilishda katta rol o'ynaydi. Huquqni himoya qilish va uni amalga oshirishda vaqtning ahamiyati shundan iboratki, u faktik holatlarni keltirib chiqaradi. Faktlarni huquqqa, talab qilish huquqiga aylantiradi, huquqni vujudga keltiradi, o'zgartiradi hamda bekor qiladi. Vaqt shaxslarga huquq beradi, ba'zilaridan esa huquqni olib qo'yadi yoki huquqning harakatini to'xtatadi. Da'vo muddati subyektiv huquq va majburiyatlarni himoya etishi uchun shaxsga beriladigan so'nggi imkoniyat. Bu vaqt oralig'ida shaxs o'z huquqlarining amalga oshirilishini talab qilmasa, ularni yo'qotadi. Buzilgan huquqni himoya qilish talabi da'vo muddatining o'tganligidan qat'iy nazar sudda ko'rib chiqish uchun qabul qilinadi. Bu Fuqarolik kodeksining 153-moddasida belgilangan. Ma'lumki, da'voni belgilangan muddatda to'g'ri hal qilish uchun fuqarolik ishi yuzasidan dalillar to'plash va ularni chuqur tekshirish lozim. Ammo nizoli huquqiy munosabat vujudga kelgan paytdan boshlab uzoq muddat o'tgan bo'lsa, dalillarni to'plash ancha qiyinlashadi. Chunki ishning sudda ko'rilishi vaqtida ba'zi guvohlarning bo'lmasligi, ko'chib ketgan bo'lishi mumkin, vafot etgan bo'lishi mumkin. Ba'zilari esa bo'lgan voqealarni, faktlarni unutgan bo'lishlari yoki bu faktlarni buzib tasvirlashlari
ish to'g'ri hal qilinishi uchun zarur xarajatlar yo'qotilgan bo'lishi mumkin va hokazo. Agar davo muddati qonun bilan belgilanmagan bo'lsa, bitim tuzgan yoki birovning biror bir huquqini buzgan shaxs doimo uzoq vaqt davomida o'ziga nisbatan boshqa shaxs tomonidan da'vo qilinishi xavf ostida bo'lar edi. Aynan shu uchun ham davo muddati belgilangan qonunchilikda. Huquqshunos olim Novitskiyning fikricha, davo muddati yuridik faktlarning bir turi bo'lib, yuridik oqibat tug'diradi. Ushbu fikrga qo'shilgan holda shuni ta'kidlash joizki, aynan davo muddatining o'tishi yoki uning mavjudligi fuqarolik huquq va majburiyatlarini vujudga keltirish, o'zgartirish va bekor bo'lishiga olib keladi. Davo muddati borasidagi muddat atamasi fuqarolik huquqiy munosabatga nisbatan shunday ma'noni anglatadiki, bunda qaysidir munosabat, holat, voqea sodir bo'lgan vaqt fuqarolik huquq va majburiyatlarida o'z ifodasini topishi lozim hisoblanadi. Fuqarolik huquqida davo muddatlarining ahamiyatini yana shu holat bilan belgilash mumkinki, ular sudlarga vujudga kelgan huquqiy munosabatdagi aniq holatni aniqlashda katta yordam beradi. Agar davo muddatlari belgilangan vaqt, masalan 3 yil, mavjud bo'lmasa hamda shaxs 10 yoki 15 yildan so'ng ham o'z huquqini talab etsa, qonunda belgilangan davo muddatlari joriy etilmaydigan huquqlar bundan mustasno. Ushbu holatda haqiqatni aniqlash qiyin bo'lishi yoki umuman amalga oshmay qolishi mumkin. Endi ikkinchi rejamizga kelsak, davo muddatining turlari. Davo muddati qonun normalariga ko'ra umumiy va maxsus turlarga bo'linadi. Umumiy davo muddati normal holatda 3 yil bo'lib, ko'pchilik da'volarga nisbatan qo'llaniladi. Maxsus davo muddati esa ayrim toifadagi ishlarga nisbatan qisqaroq yoki uzaytirilgan bo'lishi mumkin. Masalan, to'lov qobiliyatini tekshirishga oid da'volar. Umumiy davo muddati normal holatda 3 yil bo'ladi, ko'pchilik da'volarga nisbatan qo'llanadi. Ikkinchi turi maxsus davo muddati esa ayrim toifadagi ishlarga nisbatan qisqaroq yoki uzaytirilgan bo'lishi mumkin. Masalan, to'lov qobiliyatini tekshirishga oid da'volar. Endi uchinchi rejamizga kelsak, davo muddatining o'ta boshlashi. Davo muddati shaxs o'zining huquqi buzilganligini bilgan yoki bilishi lozim bo'lgan kundan o'ta boshlaydi. Muayyan ijro muddatiga ega bo'lgan majburiyatlar bo'yicha davo muddati ijro muddati tamom bo'lganidan keyin o'ta boshlaydi. Ijro etish muddati belgilanmagan yoki talab qilish payti ijro etish muddati bilan belgilangan majburiyatlar bo'yicha davo muddati kreditorda majburiyatni bajarish to'g'risida talab qo'yish huquqi paydo bo'lgan vaqtdan o'ta boshlaydi. Bordi-yu qarzdorga bunday talabni bajarish uchun imtiyozli muddat berilsa, davo muddati imtiyozli muddat tamom bo'lganidan keyin hisoblana boshlaydi. Regress majburiyatlar bo'yicha davo muddati asosiy majburiyat bajarilgan paytdan o'ta boshlaydi. Regress da'vo, ya'ni regress majburiyat, bu qarshi da'vo, ya'ni fuqarolik huquqi va protsessida qarzdor yoki biron bir boshqa shaxs uchun majburiyatni bajargan fuqaro yoki tashkilotning to'langan pul summasini qoplash to'g'risidagi talabi. Masalan, qonunga ko'ra yetkazilgan zarar uchun javobgar tashkilot yoki fuqaro ijtimoiy sug'urta organining regress da'vosiga binoan to'langan pensiya yoki nafaqa summasini qoplashga majbur. To'rtinchi rejamiz, demak, davo muddati o'tishining to'xtatilishi, uzilishi va davo muddatining tiklanishi. Davo muddatining o'tishi quyidagi hollarda to'xtatiladi. Birinchi, agar da'vo qo'zg'atilishi uchun muayyan sharoitlarda oldini olib bo'lmaydigan favqulodda hodisa, yengib bo'lmas kuch to'sqinlik qilgan bo'lsa. Ikkinchi, O'zbekiston Respublikasi hukumati majburiyatlarni bajarishni kechiktirganligi, moratoriy tufayli. Uchinchi, agar da'vogar yoki javobgar harbiy holatga o'tkazilgan qurolli kuchlar, chegara qo'shinlari va ichki qo'shinlar tarkibida bo'lsa. To'rtinchi, agar muomalaga layoqatsiz shaxsning qonuniy vakillari bo'lmasa. Beshinchi, tegishli munosabatni tartibga soluvchi qonun hujjatlarining amal qilishi to'xtatilgan bo'lsa. Oltinchi, mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirish to'g'risida kelishuv tuzilgan taqdirda. Shuni yodda tutishimiz kerak, mediatsiya bu kelib chiqqan nizoni taraflarning o'zaro maqbul qarorga erishish maqsadidagi ixtiyoriy roziligi asosida uchinchi shaxs ko'magida hal qilish usuli, bu mediatsiya hisoblanadi. Endi bu qoidaga ko'ra davo muddati to'xtatib turiladi, ya'ni suspend qilinadi. Agar davo muddati oxirgi 6 oyda yoki muddati 6 oydan kam bo'lsa, shu muddatda muayyan sabablar mavjud bo'lsa, bu sabablar qonunda belgilangan holatlardir.
davo muddati tugashi sababli to'xtatilganidan so'ng ushbu sabablar bartaraf etilganidan keyin davo muddatini tiklash mumkin. Bu qoidaning mohiyati shundan iborat: agar sizda ish haqi bo'yicha muammolar bo'lsa va davo muddati 3 oy bo'lsa, lekin davo muddati tugashiga 6 oy qolganida siz kasal bo'lib qolsangiz, davo muddati to'xtatib turiladi. Kasallikdan tuzalgandan so'ng davo muddatining qolgan qismi tiklanadi va davo arizasini topshirish uchun vaqt beriladi. Muddatning to'xtatib turilishiga asos bo'lgan holat barham topgan kundan boshlab davo muddatining o'tishi davom etadi. Bunda muddatning qolgan qismi 6 oygacha, davo muddati 6 oydan kam bo'lsa, davo muddatiga qadar uzaytiriladi. Davo muddati o'tishining oqibatlari 5-rejamiz bo'yicha davo muddati o'tishining asosiy oqibati sudga davo arizasini kiritish va davoni rad etish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Ammo bu huquqning buzilganligini bekor qilmaydi, faqat uni sud orqali himoya qilish imkoniyatini cheklaydi. Davoni rad etish: agar davo muddati o'tgan bo'lsa, sud davoni rad etadi. Ikkinchisi, huquqning saqlanib qolishi. Huquq buzilganligi o'z-o'zidan bekor bo'lmaydi, uning himoya qilish imkoniyati qoladi, faqat sud orqali majburiy himoya qilish qiyinlashadi. Buzilgan huquqning himoyasi: muddati o'tgan bo'lsa ham huquqni himoya qilish imkoniyati mavjud. Masalan, agar davo muddati o'tgan bo'lsa-da, javobgar o'z majburiyatini ixtiyoriy ravishda bajarsa, bu huquqni himoya qilishga yordam beradi. 6-rejamiz, demak oxirgi rejamiz, davo muddati joriy qilinmaydigan talablar. Bu Fuqarolik kodeksida 163-moddada belgilangan. Unga ko'ra, birinchi, shaxsiy nomulkiy huquqlarni va boshqa nomoddiy boyliklarni himoya qilish haqidagi talablarga. Ikkinchi, omonatchilarning o'z omonatlarini berish to'g'risida bankka qo'yadigan talablariga. Uchinchi, fuqaroning hayotiga yoki sog'lig'iga yetkazilgan zararni to'lash haqidagi talablarga. To'rtinchi, jinoyat tufayli yetkazilgan zararni to'lash haqidagi talablarga. 5. Mulkdorning yoki boshqa egalik qiluvchining o'z huquqini har qanday buzilishlarni, garchi bu buzilishlar egalik qilishdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmasa ham, bartaraf etish haqidagi talablariga. 6. Mamlakat mustaqilligi e'lon qilinishidan oldin uning chegaralaridan tashqariga olib chiqib ketilgan tarixiy, madaniy va ilmiy badiiy qiymatga ega bo'lgan mol-mulkni hamda boshqa qimmatbaho obyektlarni qaytarib berish haqidagi talablarga. 7. Oxirgisi bu qonunda belgilangan hollarda boshqa talablarga davo muddati joriy qilinmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat, aziz tinglovchilar. Shu bilan bugungi darsimiz tamom.